Assalomu alaykum qadrli do'stlar va obunachilar. Mana bugun biz yangi universal obzor degan kanal yaratdik va bunga birinchi video sifatida hop o'zimiz shaxsan qurayotgan qo'ralarni obzor qilib, yaxshilab kontent qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar xudo xolasa bittadan like bosib, komment yozib, qo'llab-quvvatlab tursalang, bundan da zo'r kontentlar va videolarni xudo xolasa jaylab borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring, yo'qsa biz boshladik. Unda biz garaj qismidan boshlaymiz. Bu yog'i ham ko'cha, bu yog'i ham ko'cha. Ketdik garaj. Kiraverishga kelar. Undan so'ng 3 kun bir xona. Hali kirib bu yerda qo'ylarda qarab qoladigan odamlar, hali shogirdlar uchun bitta 3 kun kelar. Kiraverishga garaj, bexotirjam bu yerga Isuzu bilan orqasini olib kirib, bizga qo'yimizga keladigan qo'ylarga orqasini olib kirib, qo'yib turib bexotirjam shunday tushirib, bu yerga to'planadi akalar. Ana shu yerga kiritib bu yoqdan garajdan keyin sirazi qo'yxonalarimiz boshlanadi. Hop, bu qo'yxonamizning ichi hop 4 ga 3 metrli. Hop, 2 metrli yo'lakchamiz bor. Hop, yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar qo'ralarga. 4 ga 3 metrli qo'ralar akalar. Bu yoq bunaqasiga 4 dona tushdi uzunasiga. 20 metr yo 5 sotikli joy 4 dona tushdi akalar. Hop, keyin bu yerga xudo xolasa buni bitgandan keyin ham yaxshilab obzor qilib berishga harakat qilamiz. Hop, bu yerga o'g'ir tushadi akalar, mana shu yonboshiga, mana shu yerga. Keyin bu yerda 1.20 lik bitta eshik qoldirilgan. Hop, bunaqasiga 4 dona qo'ra. Keyin bu yerda ham bitta bor aka, 8 ga 4 metr, 8 ga 3 metrli. Bu yerga agar kichikroq qo'zilar bo'ladigan bo'lsa, bexotirjam 50 tadan ikkosiga 100 ta ketaveradi akalar. U yog'i ham 8 metrli. Hop, keyin bu yerga 25 tadan ketaveradi akalar. Bu yerga ham 200 ta bexotirjam qo'zi sig'averadi. Keyin bu yerda hojatxonamiz bor, hech kim ko'rinmaydigan joyda, o'rchakda. Bu yerda ham qo'ra, keyin akalar bu yer syomka maydon bo'ladi. O'zimiz olib kelgan qo'ylarni bexotirjam syomka qilib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz akalar. Xuddi shu yerda quramiz bitgandan keyin syomkalarni boshlaymiz akalar. 10 metrga 10 metrli syomka maydon. E'tibor berib qo'yamiz ularga. Hop, keyin bu yog'i og'il. Molga og'il qilingan. Hop, 20 metrli joyga 15 ta yo hop 20 tagacha mol bexotirjam sig'averadi akalar. Bunaqasiga ham bor. O'chkariga o'tganaqa. Hop, uni ham keyin qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilamiz keyingi videolarimizda. Bu yerda ham bitta eshik bor. To'g'ri, nari uyimizdan, o'zimizning uyimizdan chiqib kelinadi. Hop, bu yerga qo'raga kiriladi. Bu yer uy, garaj, qo'ralar boshlanadi akalar. Kamida xudo xolasa 200 ta qo'y sig'adi. Keyin tomlariga bir e'tibor berib qo'yamiz. Tomlariga hech bo'lmaganda 400 ta yo 300 ta beda, yer yong'oq piris yoki qanday hashaylaring bo'lsa, hammasi sig'ib ketaveradi akalar tomga. Keyin u yerdan tushiriladi-da. O bir burchakda keyin mana shu burchakka hashakxona qilinadi akalar. Hashakni mana shu yerda drabilkani qo'yib, aqa chiqariladi akalar. Yaxshilab e'tibor berib qo'yamiz hashakxonaga ham. Mana shu yerga bexotirjam hech bo'lmaganda bir 20 ta hashakni chiqarib qo'ysangiz bir 2 haftaga yetaveradi akalar. Keyin bu yerda suvlari chiqadi. 5 sotikli joyga siqqan qo'ralarimiz 200 ta qo'yga, qo'ziga joy bo'ldi akalar. Katta so'liqdan bo'lsa 80 ta yo 100 ta ketaveradi aka, katta so'liqdan bo'lsa. Katta qo'chqor yoki so'liq bo'ladigan bo'lsa akalar. Hop, bu yer ham qo'yxona, hashak maydon, hop qo'yxona, hojatxona, keyin qo'yxonali boshlanaveradi akalar. Keyin garaj, bitta uycha. Hop, shu yerdan qo'ylar ham ko'riladi. Bexotirjam mana bu yerga ikki tomonga deraza qilingan, e'tibor bersalang, bexotirjam bu yoqda qo'ylarga ham qarab turilaveradi. Hop, bu yoqdan kechadan kirgan odamlarni qaraladi. O, yana bitta deraza bor. Kiradigan joyi mana shu yerda. Bu yonboshda. Hop, shu bilan akalar, video syomkalarimizni yakun yasaymiz. Video syomkalarimizni yakun yasaymiz. Hop, keyingi videolarda bizni kuzatishda davom eting. Bittadan like va kommentlarni xolisi bang'illatversalang, bundan keyingi ham bundan da zo'r kontentlarni berishga harakat qilamiz. Keyingi videoyimiz molxonaga bo'ladi, obzorimiz, video obzorimiz.